Arkadaşlar, hayatım bir yıl Turgan Efendi'nin Abdilnar adamının köngül sözlerini anlap öttük. Ustazlarımızdan kalip sözlerini anlap öttük. Endi biz Tövende otağın tamaşıbılarının bir işki kız köngül sözünü anlap baksak qandaq. Siz ayakı bering, men ayakı baray. Maqul mu? Maqul. Yaxshimsiz? Yaxshimsiz. Bugun Nava programmasiga qatnashib qandaq ta'sirotga kelib qoldingiz? Bek hayajonlandim. Numurlashimda yaxshi bo'lardi. Bek xush bo'ldim. Xush bo'ldingizmi? Undaq bo'lsa, bayatdan beri aytilgan naqshlardan qaysi birisi esingizda qoldi? Ay qiz, endi men baray. Undaq bo'lsa, "Hay qiz" degan naqsh bakrak esingizga qolgan o'xshaydi. Hozirla aytildi-ku. Bir misrani aytib bera olamsiz? Qanaq? Ay qiz, mendan qaçman qiz. Sizga yoqdimi bu naqsha? Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, Qaysar navbat sizga keldi. Tugidimi? Tugidi. Xo'sh. Meningcha bo'lganda tomoshabinlarimiz o'zining ko'nglidagi rost gapni aytadi deb o'ylayman. Shundaqmi deyman, ha? Shundoq. Ha. Xo'sh, sizdan so'ray, ismingiz? Ekber. Xizmat qilamsiz yoki studentmi? Student. I am student. İngliz so'zlabdiki afsus, men Uyg'ur so'zlayotganim kechiring. Qaysi institutning? San'at institutining. San'at institutida ingliz tili fakulteti bormi? No. Yes. Xo'sh. Unda qolsa, oldingi sondagi Nava programmalarimiz yaxshi chiqdimi yoki bugungi Nava programmamiz yaxshi chiqdimi? Ko'ngilingizga gapni. Men ko'rayotgan Nava programmalarining hammasi ko'ngildek chiqadi. Buningdikimi yana ko'ngildek chiqishiga ishonaman. Rahmat. Mayra, biz Uyg'urlarning bunday bir tamsil bor. Yaxshi ot uzun safarda sinilar deydigan. Sizningcha bu hozirgi oshiq mashqlar nimada sinilar? Xil salmoqi bosib olgan-a. Masalan, bulbuldek visol paytlarga erishay deb qolganda uxlab qolsa, hech nimga erishgil bo'lmaydi. Meningcha shu hijron paytlaridagi o'zaro bir-biriga ko'yinishda, sadoqatmanlikda, vafodorlikda, anadan keyin qurban berish ruhida o'zaro bir-biriga ato qilish ruhida sinilamdi ekan deyman. Asos jihatdan to'g'ri bo'ldi. Bugun bir yigit Navo sahnimizda, bugun bir yigit hijron paytlarida ma'shug'ini seg'inib, qo'shiq to'qib, naqsha aytgan bir oshiqning qalb kuylarini aytibdi. Qaysi yigit bu? O bo'lsa-mu, yosh naqshchimiz Akbar Qahramon. Marhamat. Sende bir çırak yanlarımdan perilde etrafında pervane canaklar bir kıyra Derizemde bir çırak yanlarımdan perilde etrafında pervane canaklar bir kıyra kütüp silini dokununda akım ötümünü yakla derizenge bakime seni kütüp silini dokununda akım ötümünü yakla derizenge bakime meşhurluk pervane çidamazdım bir meşhurluk pervane çidamazdım bir
bulup özünü tüm çıraka Gülgen bulsan gel şunu çapsan çıkın yanımda Gülgen bulsan gel şunu çapsan çıkın yanımda Pervaneni güydürgen Mutlu salma canımga Pervaneni güydürgen